2026-yilda trend bo'lishi kutilayotgan kachaliklar bugungi mavzuyimiz. Qani bo'lmasa ketdik. Birinchi fasonimiz zanjir fason. Bu o'zi yosh bolalar uchun chiqarilgan bo'lsa ham bemalol kattalar ham ko'tarishi mumkin. 70 kilo, 80 kilo vesi borlar odamlar tushsa bo'ladi. Aylanishlari yengil, hech qanday ovozlar chiqmaydi, sifatlarni zo'r ishlangan. Qani Abdurahmon aytingchi, bunga qanaqa materiallar ishlatilgan? Aka, bunga materialiga tevasiga 4x2 asosiy nimasi. Buni stoykasida esa 32 litr ishlangan. Qalin rossiyskiy turba ishlangan. Bunga zanjiriga zanjirlarni pishiqlardan qo'ygan ekan. Qalinlaridan. Baquvvat, sidinalari bo'lsa 2x profildan ishlangan. Qarang aka mana. Pastida 4x4 ikkitadan kashga ketganda turba va profil bularni bir qilib 8 ta pachini ishlatganmiz. Buni xohlasangiz matdan bo'shatib olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz nechta pachini ketgan dedik shunda mashina? 8 ta pachini ketgan. Rosa mahkam bo'libdi. Tevalar endi 2 ga 4 profil. 2 ga 4. Rosa mahkam bo'lgan. 4 ta odamga maza qilib ichadigan. Xohlasalaring, yoshi katta odamlarga moslab zanjirlarni ko'tarib bersa bo'lar ekan. Bu endi yoshlar uchun sal pastlaytirilgan holati. Buni ko'tarib bersak ham bo'laveradi aka. Agar obunachilarimiz xohlasa, kelib aytadigan bo'lsa 5 talik yo 6 talik qilib beraveramiz. Keling, hozir men nima qilaman? Men kamerani olaman, siz polni yaqindan zo'r qilib berasiz, boshqa kachalarni. Qani bo'lmasa do'stlar, ketdik. Endi Abdurahmon buni garantiyalarini aytdingmi? Aka, bunga garantiyasi 1 yil, xizmat qilishi 1 umrga yetadigan kachalar. Kraskani ham yaxshilardan sepgandirsizlar. Kraskalari Xudo xohlasa eng baquvvatlari, eng zo'rlari, yomg'irga, quyoshga, hamma yoqqa chidamlilari. Xo'p, endi bu narxchi. Qancha dastlabki bor? Narxi 4,5 million so'm aytyapmiz bugungi kunda. Keyinchalik kelib, masalan, aka 3 ta 4 ta olaman desa tushib berishimiz mumkin. Xo'p, buni endi kimlar oladi ko'proq? Uy boqchalar, to'g'rimi? Buni oladigan odamlar endi domlarga olsa bo'ladi, maktablarga olsa bo'ladi. Endi siz hozir boqqa bormaysizda, bog' sizni oldingizga yetib keladi. To'g'ri. Farzandlarim boqqa bormasin, bog' o'zi uyimga kelsin deganlar bosib oladigan joyiga ekanlar. 8 ta pachinli, 4 ga 2 profil ishlatilgan. Bemalol 80 kilo, 90 kilo odamdan 4 tani ko'taradi, garantiyalari bor unda. 1 yilga garantiya bor, sinib ketishiga, uzilib ketishiga. Aka nima deyapsiz? Qana 80 kilo, 90 kilo, aka 200 kiloni ko'taradi. Bu kachalarimiz. Yo'q, nomalik gapga javob berish bor hali. Gapga javob bo'ldi. Ikkinchisini ko'rsating bo'lmasa. Do'stlar, bunisini ko'ringlar. Ikkinchisi mana bu deski kachaligimiz, aylanani. Bu aylanada 4 ta sidinasi bo'ladi. Bunga 4 ga 4 profil ketgan bo'ladi. Xudo xohlasa bu kachaligimiz akalar 80 kilodan ko'taraveradi. Bunga nechta pachinli qo'yilgan Abdurahmon? Aka, bunga 2 ta pachinli qo'yilgan. Bu yerga mahkamlaydigan bo'lsa, qancha tez utsiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz buni uyga olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qarang, tayi zang bosib qolibdi profillar. U nimaga pasti sepilmagan? Aka, bu narsani tayi sepilmaganligi sababi, chunki bu ustiga beton qo'yiladi. Beton qo'yilib, tayyorlab haligi narsa bo'ladi. Qoziq qoqib turib, sarga qilib turib, ustidan beton qo'yib yuboriladigan bo'lsa, qimirlaydigan holga kelgizsa, shunda yaxshi aylanadi, sifatli bo'ladi. Buni ham qilsa bo'ladi, buni ham ko'msa bo'ladi, demak, to'g'rimi? Buni ham qilsa bo'ladi aka. Bo'ldi. Endi keyingi kachalik, menga yoqqani rosa hali yoshi katta insonlar uchun ham bo'ladigan kachalik ekan. Aka, bu lotkamiz bu. Narxi 2,5 million so'm. Bu yoshroq boladan 3 ta sig'orar ekan bunga bir tarafiga. Aka, 6 ta odam sig'adi bunga, 6 ta. Zo'r. Buni narxi qancha ekan endi? Aka, buni narxi 2,5 million so'm, buni narxi. Zo'r. Buni profillari qanaqa ishlatilgan? Aka, buni profillari 32 litr bilan ketgan, osmalariga 2x profil ishlatilgan. Polni kachaligimiz taxt holatda. Taxtalari safna taxtadan bo'ladi. 1 yilga garantiyasi bor. Shu yerda ko'rib turgan hamma kachaliklarimiz, narsalarimiz hammasiga 1 yil garantiyasi bo'ladi. Qanaqa svarka apparatda qo'yasizlar? Oddiy o'zimiz eski svarka apparatlardanmi? Qanaqada ish qiladi? Yo'q, buni svarka apparat aka hozir pol avtomat svarka apparatimiz, kantajniy. Ichidan sim chiqadigan qimmatidanmi? O'zimiz jaydari qilayotganda kantajniy. Zo'r. Endi mana bu bilan narigida farqi nimada? Bittagina shu rolida turib shekilli. Bu bilan buni farqi, bunda yonmachasi qarab uchadigan bo'lsa, bunga o'tirib olib, kalsoda ushlab aylantiraveradi. Bitta ko'rsatib bering, ataylardan endi. Aytganga yarasha. Obunachilarimiz uchun. Mana. Oho, endi oyoqni qo'yish ham shart bo'lsa ekanda pastga. Oyoqni qo'yish shart emas yerga. Hali past mahkamlangandan keyin aylana bo'lib rosa uchsa bo'lar ekanda bu. Zo'r. Hamma narsa bor ekan. Nari kachaliklar qanaqa bu 2 kishilik? Biz oldin maktablarda bo'lardi bu kachaliklardan. Bitta mana, bitta tarozimiz bor. Bu tarafga 2 kishi, bu tarafga 1 kishi chiqib, men o'lchaveradi. Albatta aylanamiz bor aka. Aylanamizga bemalol Xudo xohlasa 6 ta. Buni tayi pol bo'ladimi hozir? Tayi aka pol bo'ladi. O'tiradigan sidinalari safna taxtadan bo'ladi. Orqalariga suyanchalar qo'yiladi. Demak, bunda o'tiradigan sidina ham bo'ladi, to'g'rimi? Sidina ham bo'ladi aka. Nechta bolaga mo'ljallangan? Bu aka 6 ta bolaga mo'ljallangan. Zo'r. Bunimizni narxi qancha aka endi? Bunimizni narxi
2 million so'm aytyapmiz. Qancha? 2 million so'm 2 aytyapmiz. million so'm. Kelishtirib berishimiz mumkin aka. Ana kichkinani qanchaga berasizlar endi? Bu kichkinaniga 700 ming so'm aytayotgandik. 700 ming so'm. 700 ming so'm aytayotgandik. Akalarimiz ba'zilari oilada ko'proq bolalari borlar. Masalan, ikkita oladigan bo'lsa 600 ming so'mdan qilib beraveramiz. Zo'r. Endi menga hozir borib, boshidan beri yoqayotgan narsa mana shu ikkitalik bo'lib turibdi. Lekin hali sidinalar, spinkalari qatirilmabdi-yu. Aka, buni jicha chala ishimiz bor. Jicha chala qo'ygan joyi bor. Lekin bitkizib beramiz oladigan. Bitkizib beramiz tayyorlab. Buni zo'ntik bo'lmaydi-yu, lekin hamma joyi kafolat beramiz. Ha, zo'r. Bu ganga bo'lib terilgan ekan shekilli bu. Ha, bunga har bitta nimasiga 4 tadan ketgan. Pachunni 4 ta pachunnidan ketgan. Bu chachiladi, yig'ishtiriladi haligi. Zo'r. Taklab olib qo'ysa ham bo'ladigan. Yerga ko'mib qo'ysa ham bo'laveradi. Agar yerga ko'mmasdan ishlatmoqchi bo'lsa aka, keyinchalik masalan yo bolalari yo nimalar katta bo'ladigan bo'lsa, jiyanlar katta bo'lib qoladigan bo'lsa, uni yig'ishtirib olib qo'yadigan bo'lsa ham bo'laveradi. Aka, yig'ishtirib qo'ysa ham bo'laveradi. Ha, zo'r. Endi buni bitgan holi narxi qancha? Aka, buni bitgan narxi 1 million narxi emas, sotilish narxi. 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Bitgan narx qo'lga tegish aka. Ha, zo'r. 1 million 800 ming. Batda endi hozir kachaliklar ham ko'ryapmiz. Bu ham bitmagan holi, lekin Korolevskiy qimmat kachaliklardan o'xshab turibdi. Bu qimmat kachaliklarimiz aka, buni tomi Lexan bo'ladi. Lexan qana material endi? Tushunmaganlarga aytib yuboring. Aka, Lexan bilan oddiy materiallar nima farqi bor? Shuni aytib bering. Lexan bilan oddiy material. Uzoqqa chidashimi yoki bir qandaydir foydasi bormi? Aka, quyoshga chidamliligi 15 yillik garantiyasi bor. 15 yilning ichida agar biror chirib ketadigan bo'lsa yoki hali rangi o'chib ketadigan bo'lsa, xilvirab qoladigan bo'lsa, kesalarni almashtirib beramiz. Zo'r. Buni taxtalari sasla bo'ladi. Bu kraskani oldingi kraska gruntovkada holatda turibdi bu hali. Bu aytgan ranglarga set qilib beriladi. Ranglarni xohlagan ranglarda qilib beramiz. Bo'laveradi. Buni sidinalar oldida yotadi. Oddiy so'riga so'rib qo'ysa ham bo'laveradi ekan, o'tirsa ham bo'laveradi. O'tirsa ham bo'ladi, yotsa ham bo'ladi bunda. Bu narxi qancha endi? Qimmat aytib yubormaysizmi? Yo'q, bu narxi 5 million so'm. 5 million so'm. Zo'r. Hali boy akalarga ekanda, bu hoji akalarga ekanda. Hoji akalarga. Uyda ham, hali uyda qasr qilib qo'yganlarga tushadigan kachalar ekanda bu. Xohlasalar aka, hali oddiy, nima desam bo'ladi, oddiy oilalarga ham tushadigan, boy oilalarga ham tushadigan o'rta hol aytib. Bo'ldi, rasmlarni tashlab bersangiz, men rasmlarni qo'yib qo'yaman. Videoning ichida rosa chiroyli bo'lib turadi bitganlarini. Endi hozir bu detskiy kachalar ko'rsataymi bizga, ajoyib chiqanchiq bor ekan. Bu narsalar ham qilasizlarmi hozir? Bu sirpanchiqlarni aka, buni tomliligi ham bor edi. Tomliligi ko'p odam qiziqib olib ketib qoldi. Hozir qilganimiz yo'q. Lekin qilib berasizlar. Tomsiz qoldi aka. Ammo endi buni narxi qancha javobini aytib yubormang. Aka, buni narxi juda qimmat emas. Bu narxi 2 million so'm. Tomliligi narxi 2 million. Buni olib ketish qana bilan mashinaga sig'adimi bu? Aka, buni mashinasi sig'ishi 4 yarim labini sig'dirib beramiz. Sig'ib ketaveradi. Endi bu bitmagan fasonlar qanaqa? Adashmasam lola fason bor ekan bitta. Bu lola fasonni 2 xili bor aka, o'zi bir xil bo'lgani bilan buni signasi yotadigan bo'ladi. Bunday qilib ilib qo'ysangiz, zanjirlar qo'yib qo'yasizlar chiroyli qilib. Narigisini yotmaydigan holatda bo'ladi signasi. Narigisi qimirlamaydi ekan, to'g'rimi? Bunisini tomi Lexan bo'ladi, bunisiga tomi Tent bo'ladi. Tentiga xudo xohlasa 5 yillik garantiyasi bor. Ranglari ham 2 xil ekan, to'g'rimi? Neobычный ranglar ekan. Ranglarda aka, sizga aytsam, xohlagan ranglarda qilib beramiz. Zo'r. Podpiskilarimizni kelayotgan hoji akalarga nimasiga keling, mashinaga bitta aksiya qilaylik. Qancha qilib berasizlar oxirida? Bitgan holatini. O'zlari kelib olib ketishsa. Aka, buni aksiyani o'ylab ko'rish kerak. Narxini 2 million so'm qilib beramizda. Bo'ldi, o'zlari kelib olib ketadi 2 million. O'zlari kelib olib ketishadi. Jo'natib beramiz, yo'l kirasini berib olib olishaveradi. Yo'l kirasini mashinani egasi bilan gaplashib ko'rishadi. Bo'laveradi. Abdurahmon, yangiliklardan bormi? Bo'lsa ko'rsating, ataylardan keldik, bir yo'la yaxshi video olib ketaylik. Yangilik zo'r bizda-da. Qiladimi bu nima bayt? Bayt aka, omborxona yo'qlayapti. Sklat hozir olib kirib qo'yganmiz kasalligimizni. Oho, nima bu? Tuxummi bu? Bu tuxum. Buni o'rtasi kalsiy bo'ladi. Chiroyli narsa ekan. Bunga zakaz ko'p emasmi? Bunga zakaz ko'p-ku, shuning uchun olib kirib qo'yganmiz aka. Shuning uchunmi? Shuncha tashqarida turgan yo'qmi bular? Yo'q, bunga tashqariga olib chiqsak. Nima bo'ladi? Bu o'rab beriladimi usti buni? Aka, buni tomi bo'lmaydi, lekin sidinasi bo'ladi. Agar nechta bolaga mo'ljallangan narsa endi? Bu 5 kishiga mo'ljallangan. 5 kishiga. 5 kishi bemalol o'tiradi. To'g'rimi? Tiqilmaydi, siqilmaydi, bemalol o'tiradi. Zo'r. Agar buni tomiga keladigan bo'lsa aka, agar olayotgan odam tomini qayerga deydigan bo'lsa, tomini Lexandan qilib beramiz. Zo'r. Ash pishiq materiallar, 15 yil garantiyasi bor material Lexan, to'g'rimi? Materiallarni qilib beramiz. Zo'r. Endi buni narxi-chi? Endi buni narxi aka, buni narxini endi hisoblab
Chiqaramiz. Hisoblab aytib yuboriladi. Hisoblab chiqariladi. Bo'ldi. Nomerlaringizni aytib qo'ying endi ataylabdan. Ko'rishdi odamlar nomeringizni qidirib yurishmasin. Bo'ldi aka, yana bitta yangilik bor. Shuni Hali hamma gapirayotgan trenajyor shumi? bitta Degani bitmabdi-ya bu. bu bitmadi. Bitgan holati Xudo xohlasa yaqinda tez kunda chiqaramiz. Zo'r kraskalarni sepib qo'yibsizlar. Kraskalar tayyor. Zo'r. Endi buni sotilishi qanday bo'lyapti? Aka, buni qo'lga tegishi 1,800,000 so'm bo'ladi. 1,800,000 so'm. Tayyor hamma joyi. Tayyor bo'ladi hamma joyi. Buni Hozir nimalar ekan? Qaytaga nimalar qo'yiladi buni? aka, buni qo'l manetiga bu qo'l qo'yadigan joyi bo'ladi. Buni qo'l qo'yadigan joyiga Mягкий material, bo'ladi, machalka bo'ladi. machalka. Aka, qo'l yuvadigan joyiga remshoylar bor. Remshoy qo'yiladi. Mexanizm qo'yilsa kerak. Qozoniga stolga o'xshagan narsa bo'ladi. Shu narsa qo'yiladi. Bu borib kelganda ovozlari chiqmaydimi? Tiniq borib keladi. Ishlayotganda ovoz chiqmaydi. Keyin bu narsalarga nima desam bo'ladi? Yoshi kattalarga qorin qo'ygan, qorni bor akalarimizga qornini yo'qotib berishga juda qulay. Bu ashi presska ishlaydigan, qorinni yog'larni yo'qotadigan apparat ekanda, to'g'rimi? Shunaqami? Zo'r. Endi begovoy daroshkalaring ham bor edi, uni endi keyingi videoda chiqaramizmi? Bir yo'la kattaroq video qilib. Bari keyingi videoda chiqaramiz. Ha, bo'ldi, mayli. Nomerlaringizni aytib qo'ying endi. Nomerlaringizni aytib qo'ying endi. Nomerimiz aka nima yozib qo'yamiz, tarixga yozib qo'yamiz. Xo'p, yana bitta nomer bor, aytib qo'yaman. 33 036 46 56 nomeriga aloqaga chiqishlaring mumkin. Sizlar bilan quvvali bola Abdurahmon G'ofurov va Abdurahmon Ahmadjonov bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Quvadan Jome masjidi oldidan syomka bo'ldi.